Assalomu alaykum. Mana neolit zamaska jarayoni. Pochcham. Jiyan yangi kelgan. Jiyan bir qarab qo'y. Mana jiyan biz. Mana boshladik. Jiyanga gap yo'q. Ha, salgina sergitib bu. Mana jizim. Mana bizda zamaska jarayoni. Neolit zamaska jarayoni. Bu zamaska bo'lmagan yer mana. Mana bu zamaska bo'layotgan yer. Mana ular zamaska bo'lyapti. Hal oxirga yetgani har yuladi, ozgina serga. Bizga zamaska uchun kerak bo'ladigan narsalar sement kerak bo'ladi. Qum kerak bo'ladi. Qumni обязательно elektrdan o'tkazib keyin qilish kerak. Bo'lmasa tosh chiqib qoladi. Zamaska da halol beradi. Oyaga qilayotganda shpatil ko'tarib yuboraveradi, teshik paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun suv qo'shib, qum qo'shib, sement qo'shib, aralashtirib, mikserda aralashtirib, uni mikserda aralashtirib olib, chelakda mikserda aralashtirib olib qilish kerak. Yomg'ir sababli ishimiz ozgina cho'zildi. O'zi ham bir hafta yomg'ir yog'di. Mana. Mana yelakdan o'tkazilgan qum toshmalarga to'kilgan.